tamoynalar ko'rsatish kerak bo'lsa yoki Germaniyada avtobomlarda. Assalomu alaykum, Yevropada yurgan aka-ukalar, Fransiyadan Shvetsariya Bazil tamoynaga kelayotganlarga Istanbul marketga qisqa yo'l borligini ko'rsatmoqchiman. Birinchi o'rinda navigatorga kirib olasiz. Bir Istanbul market deb yozamiz va u sizga noto'g'ri ko'rsatishi mumkin uzoq. Shu parkingning chekkarog'ida zabor bor. Zaborning yonida yo'lakcha bor. U navigator ko'rsatmasligi mumkin. Siz mana shu ko'rinishdagi yo'lakdan o'tib pastga tushasiz va pastga tushganingizdan keyin yana navigatorga yozib olasiz. Istanbul market deb sizga 600 metr deb ko'rsatadi va shu yo'l bilan ketasiz. Shu yo'nalish bilan ketasiz. Istanbul marketda nima bor deyishingiz mumkin. Halol go'shtlar bor va foydali, sizga kerakli narsalar bordir. Sizga yoki boshqa tamoynalar ko'rsatish kerak bo'lsa yoki Germaniyada avtobomlarda furangiz bilan kirib boradigan magazin kerak bo'lsa bemalol yozib qoldiring va bizlar shu videoni olishga harakat qilamiz. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa sizdan rahmat, bizlardan arzimaydi. Like bosishni unutmang.